O'g'il bola elektrikka bo'lishi shartmi yoki yo'qmi? Elektrikni обязательно bilish shart, chunki uyda hamma ishni erkak kishi qilishi kerak, ayol kishimiz. Siz bilasizmi? O'zim bilmayman. Bilish kerak, pul ishlatmaydi, chaqirib. Siz bilasizmi shunda? Odamdan o'rganganman, bilaman. Ha. Yolg'on gapiradigan bo'lsang, shu ko'zlaringni bu yoqqa qo'yib olaman. Точноmi? Lekin aniq bilmayman, ko'p. Shu sochini Bilish kerak, chunki uyda ko'p ishlab qolishi mumkin endi shu. Siz bilasizmi? Ha? Nimani? Pech, duxovkalarni tekshirib. Yo'q. O'g'il bola elektrikka bo'lishi shartmi yoki yo'qmi? Shart. Nega? Baribir oilada har xil vaziyat bo'ladi. Endi kimgadir murojaat qilishdan o'zi o'rganib bilib qo'ygan yaxshi. Siz o'rganganmisiz? Yo'q. Bilish kerak, hammasini bilish kerak. Siz nimadir tuzatganmisiz? Nima? Odamga yordam berib, vaziyatga bilish kerak. Nega? Kerak bo'ladi. Erta elektrik chaqirib. Ertagami? O'zingiz nimadir tuzatganmisiz? Ha? Nima? Включать tuzatganman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'g'il bola elektrik sohasini bilish kerakmi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar.